kim shukr qiladigan bo'lsa o'ziga shukr qiladi. Ana shu qilgan shukri o'ziga foyda bo'ladi, boshqaga emas. Alloh behojat zot. Agar dunyodagi barcha odamlar shukrni unutib dunyoni kufrga to'rg'izib yuborsa, Allohning xazinasidan zarra kam qolmaydi. Yoki aksincha dunyodagi barcha odamlar shukrdan boshqani yodiga olmay ertayu kech shukr qilyapsa, Allohning xazinasiga zarra qo'shilib qolmaydi. Bandalar shukr qilsalar o'zlari uchun, o'zlarining foydasi uchun, o'zlarining baxti, saodati uchun, o'zlarining bu dunyosi va oxirati uchun qiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytadiki, la in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsalaringiz, men sizlarga ziyoda qilib beraman. Alloh bir ne'matni berdimi? Banda shukr qilsa, Alloh o'sha ne'matni ziyoda qiladi. Demak, shukrdan o'ziga foyda kelyapti, boshqaga emas. Hazrat Ali aytadilarki, Alloh taolo shukrni eshigini ochibdi, davomini yopmaydi. Shukr qilish eshigini ochib qo'yibdimi? Demak, o'sha ochiq eshikdan banda kirdimi, endi ne'matni davomini yopib qo'ymaydi. Turadi, u ham ochiq turadi deydi. Shukr qilaveringlar, ziyoda bo'laveradi.